Здравствуйте, добрый день. Я сам врач, реаниматолог Абдуханов Абдумалик, 1961 год рождения. У меня появились коксартроз 3-4 года тому назад. Причина это я был в автоаварии в 1990 году. До этого, через 32 года, уже у меня появились боли, ограничения движения в левом голеностопном тазобедренном суставе. Когда при ходьбе, при отдыхе всегда были боли в левом тазобедренном суставе. Я лечился некоторых травматологов, ревматологов, невропатологов, эффект немножко, когда боль удаляющая, все каждый день, через день я получал. Я ходил только с тросом в доме, на улице, иногда на работе. Тогда тоже был боли в левом тазобедренном суставе. Все травматологи назначили мне только операция, эндопротез. Я сам врач, врачам была бесплатная операция. Тогда тоже я не хотел. Я продолжал консервативное лечение. В конце концов, в этом году уже появились шифо. Я здесь работаю несколько лет, на дежурстве, днем занятия провожу, техникум, мединистом. Я провожу занятия. В конце концов, 3 месяца назад уже я начал это лечение. У меня уже вот эта боль уже 95% уже исчезли. Даже боли нет. Но только когда появляются боли при ударе, при ходьбе, при никаких болей все исчезли. Например, вообще боли не остались. Всегда ходил в течение полтора года уже я с тросом. У меня эффект уже я сам чувствую. Я даже бесплатной операции отказал. Всем рекомендуем это лечение. Я сам врач, отказал операции, и в конце концов это лечение меня полезно. Я операцию отказал несколько раз. Я себя чувствую очень нормально сейчас. Тросом вообще не принимаю. Вот ходьба уже видели. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Xo'p, mana men o'zim vrach Abduxanov Abdumalik, 1961 yilda tug'ilganman. Xo'p, men mana 3,5 yilcha bo'ldi. Meni chap chanoq suyagimda, chanoq son suyagimda уже og'riq sezishni boshladi, harakatim chegaralandi. Harakat paytida, hatto yotgan paytda ham og'riq hisobiga men umuman harakat qilishdan qo'rqib lecheniya boshladim. Bir necha marta konservativ lecheniya oldim. Travmatologiyada, revmatologiyada oldim, nevrologiyada oldim. Biringa qilganimizda koksartroz 3-4 darajasi chiqdi. Nima uchun? Hamma mana Coviddan ham chiqyapti, lekin men 1990-yilda avtoavariyaga uchraganman. Xuddi mana shu bo'g'imimga mashina kelib urganda uchganman. Bo'g'imda suyaklar sinmagan, yorilgan o'sha 90-yilda. 32 yil menda hech qanaqa og'riqlar bilinmadi. Boshqa 32 yildan keyin oyog'imda shu chap chanoq son bo'g'imimda og'riq, harakat chegaralanishi boshlandi. Hatto qadam bosganimda og'riq kuchidan menga
haligi boshimgacha chiqib og'rib shunda og'riq qoldiruvchi lechena shunaqa qilib 3-4 marta kerakli joylarda davolandim. Qaysi doktorga borsam lechena qiladi, operatsiya qildiring, lechena operatsiya. O'zim vrach bo'lib turib, mana vrachlarga davlatimiz besplatniy operatsiya tak nima qilib berdi. Lekin shunga operatsiyaga borgan joyimda qildirmadim. Mana 1,5 yildan beri lechenani olyapman. Xo'p, o'zgarishlar yaxshi bo'lmadi. Mana yangi lechena. Mana Oydin shifoda aytdim, o'zim ishlayman, shu ochilgandan beri navbatchi turaman kunduzi tibbiyot texnikumiga, tibbiyot instituti o'quvchilariga dars beraman. Xo'p, shu lechenani mana bu yil, mana yanvar oyidan boshladim. Mana 3,5 oy ichida nima deydi? Mana shu bo'g'imimda og'riq, umuman 95% yuqori og'riq yo'q. Harakatim ham juda yaxshi. Mana harakatimga ilgari mana juda yumshoqlik bo'lardi. Hech qanaqa og'riqlarim qolmadi. Hech bilan og'riqlar qolmadi. Ozgina endi ko'rinib turibdi. Bu yana yemilish hisobiga ko'ksartiruvchi nima suyakli yemilish hisobiga ozgina harakatim chap tomonda biroz metanlab yurishim bor. Lekin og'riq boshqa hech narsa qilmadi. Xo'p, eski rentgen amaliyotim bor. Lekin bu lechena tugagandan keyin yana unga tushaman, solishtirib ko'raman. Bu lechena menga xudo xolasa juda effekt yaxshi beryapti deb o'ylayman. Xo'p, hammalarga taklif qilaman. Operatsiya, lekin men juda o'zim xohlamaganman, sizlarga ham juda tavsiya qilishim qiyinroq. E'tiborlaring uchun rahmat.